Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoqda, YouTube'da, Instagramda kuzatuvchi obunachilarimiz bugun yana bitta hammom pechkamiz tayyor bo'ldi. Xo'p, anchadan beri 5-6 safardan beri hammom pechkalarimiz hammasi bir xil holatda chiqayapti. Ya'ni suv idishimiz qopqoqli bo'lib chiqyapti. Bu qopqoq zo'chda dushga moslanadigan bo'ldi. Xo'p, pechkamiz xarakteristikasini tanishtirib o'taman. Pechkamiz uzuni 90 sm ga bo'lgan, to'liq 90 sm. Xo'p, mana pastki o'txona qism 60 sm bo'lgan, pistolet formada bo'lgan. Gazga moslanmagan. Gazga moslab beraveramiz, zakazga qarab, buni muammosi yo'q. O'txonaning shakli, ko'rinishlari. Pastimiz kulxona. Materialimiz to'rli list. To'rli list deganimizda pechkamizni qayerlarda tushunadi? Tepasi, oldi, ikkala yonboshi to'rli list hisoblanadi. Ya'ni mana bu taraflari ham to'rli list hisoblanadi. Suv bokimiz 50 litrdan oshiqroq, 60 litrga yaqin. Ya'ni biz 50 litrlik deb beramiz buni, lekin 50 litrdan oshiq bo'ladi, xudo xolasa bu 60 litrdan darajada oshiqroq chiqib qoladigan holatlar ham bo'ladi, chunki bu 1 cm diametrini o'ynash hisobiga. Xo'p, pechkamizni ozgina suv idishini buramiz mana. Pechkamiz shunaqa formada o'rnaydi. Dushga kirib chiqishi suv, tempga moslab qo'yilgan, kraniga moslanmagan, sababi kranik kerak emasligi. Pechkamiz suv idishi pechkadan to'liq ajraydigan holatda bo'lgan. Mo'rimizdan pechka ajraydi. Suv idishimiz ko'rganlaringizda ajraydi pechkamizni. Bunga yana o'zinash nikkel pudra, kumush rang pudrasi bor. Shuni sepib beramiz. Nikkel ham deyiladi, kumush pudra ham deyiladi. Biz o'zimizga qulay qilib ayta olamiz. Tepada tosh teradigan forma ichida noodatiy bo'ldi. Ya'ni orqa to'liq emas, oldi ham to'liq emas. Sababi bu Namanganda Kosonsoy degan shahriga bo'lyapti, Kosonsoy degan rayoniga bo'lyapti. Devorning qalinligini bilmaymiz. O'rtacha hisobda devorga joy tashlab qo'ydik. 31 sm. Ozgina hisobdan bu temir qo'yilganmiz. Keyinchalik valna bo'lib ketmasligi uchun hammom pechka bilasizlar, suvda namda ishlagani uchun valna bo'lib ketish ehtimollari bo'ladi. Shuni hisobini olish uchun qovurg'a berib qo'yilgan bir qator. Suv idishimizga nikkel pudra sepiladi hali, u joylarni ham ulab o'taman. Mana pechkamizning yonbosh ob'yom ko'rinishi. Bu holatlari. Aytayotgandek, uzuni 90 sm, bo'yi bilan eni 40 holatda bo'lgan. Videomiz davomi. Suv idishimiz pudrasi sepildi. Nerjiveka rangga o'xshab ham ketadi. Buni 100% zanglatmayman demayman. Qanchadir muddatga zanglamashligiga xizmat qiladi bu ham. Ma'lum bir 1 yil, 2 yil shunga qadar uzoq 2 yilga borishi lekincha qiyinroq. Bu narsa unaqa qimmat turmaydi. 25 ming so'm, 20 ming so'm hamma joyda har xil turadi. Eng qimmat aholi 25 ming atrofida turadi. Bitta balonchasini olsangiz, ichiga tashiga yetadi. Ichiga tepadagi rezervlardan bu tempni joydan sepib qo'yasiz. Bu kraska hisobida emas, bu pudra hisobida. Bu sochiladi. Sochilganda o'ziga singiydi bu. Обязательно bizdan pechka olgan klientlarga aytib o'tishimiz kerak. Suvga to'ldirmasdan oldin pechkaga o't yoqish kerak. Где-то 1 soatdan oshiqroq buning ichida suv bo'lmasligi kerak. Faqat mo'rdan tutun chiqishi kerak xolos. Kraskamiz bitta qurib olishligi kerak. Kraskaga borganda klientlar borganda qurib holati bo'ladi, lekin bu issiqlikda bitta qurib olishligi kerak. Bitta tutaydi, mana o'zidan buxmi shunaqa holat chiqaradi. Bitta o'ziga yopishishni boshlaydi. O'shundan keyin buni ishlashlik muddati, zanglamaslik holati yaxshiroq bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, ekranlarga nomer qoldirib qo'yamiz. Pechkani narxini aytib o'tmadim. Hamma videolarimizda doim birinchi pechkani narxini aytib o'tardim. Bu safar oxirida aytib o'tyapmiz. Xo'p, ikkinchidan iltimos qilaman. Telefon qilib faqat narxiga so'ramanglar. Narxi albatta videoda aytib o'tiladi. Narxi 1 700 ming so'm shu holatda. Boshqa hech qanaqa qo'shimcha bo'lmaydi. Bunisi dastavka ham boshqa pechkani o'zining narxi dastavka O'zbekistonda bo'y burchagiga bo'ladi, faqat pulli bo'ladi dastavkasi. Shu holatda.